Podshohlar Allohning yerdagi soyasimi? Shu savolga javob beramiz. So'nggi paytlarda diktator Mirziyoyevning tanqidiga qarshi trollar, turli xil laganbordorlar va hatto saroy mullalari bu diktatorni oqlashga urinib, payg'ambarimizning sollallohu alayhi vasallamning islomda zaif deb tanilgan bir hadisni keltirmoqdalar. Podshohlar Allohning yerdagi soyasi. Ya'ni shu hadis deb atalmish matning ma'nosiga qaraganda diktator Mirziyoyevni Allohning o'zi himoya qiladi va shu sababli bu diktatorga qarshi chiqish Allohning o'ziga qarshi chiqish demakdir. Islom ta'limotidan yaxshi xabardor bo'lmaganlar yoki ta'limotni yaxlit holda tushunmaydiganlar uchun juda oddiy bir haqiqatni tushuntirish zarur. Allohning kalomi bor va u Qur'ondir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'zlari bor va biz ularni hadis deb bilamiz. Agar kimdir hadis deb va bu hadis Qur'on so'zlariga zid bo'lsa, demak bu hadis emas, balki payg'ambarimizga sollallohu alayhi vasallamga nisbatan berilgan uydirmadan boshqa narsa emas. Hammasi juda oddiy va tushunarli. Ammo saroy mullalari va ularning tarafdorlari bu hadisni keltirishdan charchamaydilar. Kimdir ularni haq deb o'ylaydi, lekin aslida ular katta gunohkorlardir va bu Qur'on bilan juda oson isbotlanadi. Nima uchun ular katta gunohkorlar? Chunki bu odamlar ularga ishongan ko'plab insonlarni haq yo'lidan adashtiradilar. Qur'oni Karimda An-Nom surasida 123-oyatda shunday deyilgan: Shuningdek, har bir qishloqda o'sha joyning kattalarini hiyla-neyranglar qiladigan jinoyatchilar qilib qo'ydik. Ba'zilar odamlarning turar joyini qishloq deb tarjima qilsa, ba'zilar shahar deb tarjima qiladi. Ammo shunisi aniqki, Alloh taolo odamlarning ustidan jinoyatchilarni boshliq qilib qo'ygan. Agar podshohlar Allohning yerdagi soyasi ekanligini haqidagi hadisdan kelib chiqsak, Qur'onda tilga olingan jinoyatchi rahbarlar ham Allohning soyasi bo'lib chiqadi. Bu esa Allohga nisbatan to'g'ridan to'g'ri tuhmatdir va bu tuhmatni biz saroy mullalarida eshityapmiz. Saroy mullalari ortidan to'tiqushda takrorlashdan oldin bu qanchalik to'g'ri ekanligini yaxshilab o'ylab ko'rish kerak. Saroy mullalari Allohga emas, tuzum va diktatorga xizmat qiladi. Ular Allohdan ko'ra diktatordan ko'proq qo'rqishadi. Shuning uchun bu mullalarning orqasidan hamma narsani ketma-ket takrorlamanglar. Chunki Allohning huzurida mulla ham, oddiy farrosh ham teng bo'ladi va Qur'onda aytilganidek bo'lmasligiga harakat qiling. Arof surasida 38-oyatda shunday aytilgan: U zot sizlardan oldin o'tgan jin va insdan bo'lgan ummatlar qatorida do'zaxga kiringiz der. Qachon bir ummat kirsa, sherigini la'natlar. U yerda hammalari topishganlarida keyingilari avvalgilarini ma'lumot qilib, Parvardigora bizni anavilar adashtirgan edilar. Ularga do'zax azobini 2 barobar qilib ber derlar. U zot barchangizga 2 barobar, lekin bilmaysizlar der. Xulasa sizdan aziz vatandoshlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.